Hammaga assalomu alaykum. Bugun o'zimizning mahallaga kelganmizda pochtadamiz. Nazarbek pochtadan 1 kilometr ichkari kirasiz. Bu pochta shuna kirib kelasiz 200-250 metr masofa mahallani ko'ryapsiz. Juda ham keng holatda. Sotuvga chiqqan xonadonimiz shu bo'ladi. Fasad 9,5 bo'ladi. 3 sotiqli xonadonimizda 93 ming dollar baholab qo'yamiz. Bismillah. Kirishimiz bilan bitta ikkita mashina qo'yishga joyimiz bo'ladi. Zeleniy zonalarga bitta ahamiyat qo'yib qo'yasizlar. Bu yerda mana qarang, o'ng tarafimizda bitta kattagina zal, bu yerda yana bitta xona, bu yerda choy ichib o'tiradigan xonalarga, bu yoqda bitta oshxona. Bu yerda bitta ota-onalar yotoqxonasi, yana bitta ota-onalar yotoqxonasi bu yerda qarang. 5 ta xonasi bor, 3 ta sanuzuli bor xonadonni sotuvga qo'yib yubordik. O'zimizning mahalla pochta Nazarbek legendarniy ko'chasidamizda juda ham yaxshi rakatsi. Suv, svet, gaz bu yerda umuman muammo yo'q. Men o'zim shu yerda yashayman. Narx 93 ming bo'ldi. Chiroyli narxlarda tezkor sotuv barakasini qilib olsanglar bo'ladi. Raqamligisini qoldirib qo'yaman. Bemalol talashib tortishib savdosini qilsanglar bo'ladi. Qo'ng'iroq qilib qolasizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.